Sizlar yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu videoga kirganingiz bejizga emas. Men bu videoda Polshada 3-haftam va necha pul ishladim. 3000 dollarlik ishim, ya'ni qurilishda ish boshlaganman. Buni ko'pchilik biladi. Turist viza, ayollarga ishi bormi, qanaqa borish kerak, mashina xullas ko'p savollarga javob berib o'tganman. Malol ko'masa bir dona like qo'yib qo'ysangiz, menga bundan keyingi video uchun juda katta motivatsiya bo'ladi. Like qo'ygan bo'lsangiz, videoni qanday bo'lmasa boshladik. Hozir men Polshaning Zelenoy Gora ga yaqin joy, ya'ni Novosol degan shaharchasidaman. Uydan chiqib, hozir takoy o'rmon tarafga kirib ketyapman. Xo'p, 3-haftada nima bo'ldi? Necha pul ishladim? Ko'pchilik anaqa qilayotdi, Abdusamad qurilishda ishlayapsiz deb o'zimga ham lechkamga ko'pchilik tanishimizlar, ishlanmasang kerak o'rta deyotganlar ko'p edi, lekin o'sha nima deydi, adaptatsiya deydi-yu. Kelganimda pul bilan kelganman, xotirjamman. Pul bilan kelsangiz xotirjam bo'lasiz, keladigan joy bo'lib tursa ham xotirjam bo'ladi. O'shaning uchun meni hech kim nima deydi, gaz berib ishlatmadi. O'zim xohishim bilan o'rgandim. Bitta 6 etajli zdaniyada ishlayapmiz hozir. O'sha ishim bo'yicha, xudo xolasa, bundan keyingi video ishim bo'yicha qisqacha obzor bo'ladi. Nima ish qilaman? Necha pul topdim? Hop, 3-haftam hech kimdan qarz bo'lmadim. Ofitsialniy o'zi ish xudo xolasa dogovor ketdi. To есть qoladigan bo'ldim bir joyda. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, misol oyga 1000 dollardan, 1200, 1300 dollardan joylar bor edi. Ya'ni skladda atga bormadim. Dastavkaga ham bordi variantim. Varshavaga borib, unga ham bormadim. Sababi nima desam bo'ladi? Imенно shu sohada o'zimga nima desam bo'ladi? Maqsad qo'ydim, что eplayman, odam qilgan ish qilaman deb. O'shansalar umuman stroykadan umuman nol edim, xabarim yo'q edi. Даже uyda ham bunaqa ish qilmaganman. O'shaning uchun menga katta yangilik bo'ldi. Lekin nima desam bo'ladi? Shu o'rtag'im o'rgatib o'qilib yurdi 2 hafta, 3-hafta boshlanishida o'sha o'rtag'im ustasi, ya'ni ustam ustasi keldi. U aytdi, "Bunaqa yursang, uka" dedi, "ko'p vaqting ketib qoladi, o'shaning uchun davay men o'rgataman" dedi. O'sha aka bilan 1 hafta yurdim. O'sha почти 0 ga o'rganib bo'ldim, lekin как professional emas, lekin bemalol bitta kvartirani bersa, shu ustalarni nazoratida bemalol bitqizaman. Endi kvadratiga xo'p bir kunda 40 kvadrat bemalol qilsam bo'ladi. Ya'ni 35-40 kvadrat. Ob'yom bor. Hozir do noyabrgacha ob'yom to'xtamaydi bu ishda. Endi kvadratini 15 zlotdan hisoblaydigan bo'lsangiz, hisobga hozir ekranga chiqarib qo'yaman. Normal soha bo'ladi, ya'ni 100 dollardan tepa summa bo'ladi. Endi bitta kvartirani tugatadigan bo'lsangiz 450-500 dollarga yaqin pul bo'ladi. Endi 450-500 dollarga yaqin pul 4 kun 5 kunda o'zi uzog'i 4 kunda qilsa bo'ladi, ya'ni yaxshi harakat qilsa. Lekin men unaqa nima deydi, tapit qilib ishlash anaqa yo'q. Sekinlikda, stabilni ishlab, o'zi usta bo'lib, alohida bo'lib chiqdim. Agar suvoqchilikda yurgan bo'lsa, qurilishda yurgan odam bo'lsa, lekin qiynalmaydi kelib, o'rganib ketishi oson bo'ladi. Shunaqa, endi birinchi oy shunaqa, xudo xolasa 2,5-2 million verdi harakat qilib tursam, bundan keyingi oyga o'zi menga hech narsani o'rgatishga hojat yo'q, chunki o'zi ancha tushunib olgan bo'laman. Xudo xolasa undan keyingisiga gazini bosamiz. Ya'ni to есть kontent ham ketadi, ishda ham sizlarga ponni ko'rsatib boraman. Endi hunarsiz kelib turib batta skladlarda, shunga o'xshagan joylarda ishlasangiz bo'ladi, lekin unaqa katta daromad topolmaysiz sirazi. Посредникlar bor. To есть o'zimiznikilar ham shu narsani yo'lga qo'yibdi. Даже o'zimga ham предложение bo'ldi, ya'ni ishchi olib kelsangiz, har ishlayotgan anaqasidan 10% ni, ya'ni o'sha senga oylingga qo'shib beramiz. Ya'ni men tarafdan odam borsa, skladga как посредник. Yo'q, menga u narsa kerak emas dedim. Una narsa ishlanmayman. O'shaning uchun masjid yaxshi dedim. Tanish odam taklif qilgan. O'shaning uchun hunarsiz keladigan bo'lsalaring, iloji boricha agar misol kunt qilib, mana shu sohani o'rganib olsalaring, normal pul topsalaring bo'ladi. Endi hozir qishicha unaqa ishda ham normal qilsa bo'lar ekan, qishicha unaqa qiyin bo'lmas ekan, lekin qishda ham normal ishlasa bo'ladi. Ya'ni 2000 dollarning tepasida pul ishlasa bo'ladi. Shunaqa endi kelmoqchi bo'lganlarga
Latviyskiy vizami, polskiy приглашениямi hozirda o'zi Polshani приглашениясini qayerdan topshirsa bo'ladi. Agar Qozog'istonni VNJsi bo'lsa, Qozog'istonga o'tib, buni ham iloji bor, misol VNJ olish men eshitdim, VNJsi borlar 3 oy, 4 oyda chaqiryapti ekan, Polshani приглашенияsi bilan kirib borib olib chiqib ketishyapti. Ya'ni VNJ Qozog'istonning VNJsi bilan. Endi Qozog'iston VNJsini kimdan olinadi, qayerdan olinadi? Men ular haqida ma'lumotim yo'q, lekin xuddi shu VNJ olib kirganlar, vizani olib kelganlar bor. Lishni tanishlarim bor. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, agar shu yo'ldan tezroq olsalar ham bo'ladi. Agar polskiy приглашение kerak bo'lsa, ekranda chiqqan nomerlarga bemalol murojaat qilsalaringiz, polskiy приглашениeni qilib berishadi. Xo'p, shunaqa akalar. Endi ko'pchilik so'rayapti, ayollarga ish bormi? Xo'p, ayollarga ish bor. Ya'ni skladlardan bemalol, agar rus tilini bilsangiz, agar pravez bo'ladi bo'lmasa, dastavkada ham ishlasangiz bo'ladi. Shunga o'xshagan vakansiyasi bor odam bilan gaplashdim, ya'ni ayol kishi. Agar kelishib qolsa, xudo xolasa, shu kutib olish xizmati, ishga joylashib, polni, kvartira hammasini atido gaplashamiz dedilar. Bitta opamiz ekanlar. Agar opa bilan kelishib qolsa, bitta video qilaman. U videodan vakansiyalarni, aktivniy vakansiyalarni aytib o'taman. Ayollar topshirsa bo'ladi. Aytgancha ayollarga polskiy приглашение bilan hozir bilasizlar, ya'ni posolstvada vizani oson beryapti ayollarga. Ayollar bemalol topshirsa bo'ladi. Endi erkaklar 1 yil, 1,5 yil ayollarga 1 yil ag'uyo bag'ida o'chirib kelib qolsa ham, zato ayollarga ko'proq viza chiqyapti. Ular shunaqa gaplayizlar. Atak matsam bo'ladi. Polshaning yoqqan tarafi bitamta milisa yo'q. Bilasizlar, Moskvada, imenda Moskvada yashaganman, sentrda. Sentr ham prям sentr emas, Mikatticha, Moskva shahrida yashaganman. Unaqa med umuman yo'q. Xalqida qanaqadir negativ narsa ko'rmadim hali. To'ys xazayinida ham boshqa ishchilar yonimda turgan o'sha hostelda egalari-yu, to'ys hostel ham как dachaga o'xshaydi, o'sha hostelda bo'lganmiz. Unaqa narsa yo'q. Misol kelib, Rossiyadan keyin baqa kelgan odam o'zi vashcha boshqa dunyoga tushib qolgan bo'ladi. Lekin o'sha kelgandan keyin dokument sohasi eng kam qiladi Xonzoyi. Ishchi vizangiz bo'lsa, dokument topshirib qo'yasiz. Ofitsialniy joyga kirib olsangiz, sizning nomingizdan nalog to'lanadi. Bo'ldi, ishingizni qilib, bemalol yuraverasiz. Hech qanaqangi muammo ham bo'lmaydi. Hech qanaqangi sizni orqangizdan kelib, qani dokumentingiz demaydi. O'shaning uchun eng zo'ri shu eng yaxshi taraflardan biri shu. Xo'p, turist viza bilan ko'pchilik aytayapti, men shunaqa odamlar bilan gaplashdim, ya'ni turist viza bilan kelib topshirib olgan. Hozirda men yurist bilan gaplashdim, umuman turist viza bilan iloji yo'q kelishdi. Kimgadir tanishlarim Farg'onadan, ya'ni Bolgariya vizasini olib turib, Bolgariya vizasini olib turib, ya'ni 6 oylik mavsumiy ishga deb turib, borib turib, xullas bormaydigan bo'ldi deb aytib qo'yamiz, keyin bizni Polshada kutib olar ekan. Xullas shunaqa qilib borsa bo'lar ekan dedi. Unaqa qilib kelmen dedim. Chunki sababi bitta narsani tushunib olinglar, akalar, 500-600 dollarga olib beramiz debdi. U atdi Farg'onada odam ham batta sharoitni bilmaydi. O'zi kelgan, kelmagan, u ham katta so'roq ostida. Qanaqa dokument ketishlarini bilib turib, nima deydi? O'zicha konsultatsiya beradi, ya'ni gapirishni biladi xolos. Lekin agar dальнейшем ishlab, misol xolagan uyga borib kelaman, misol karta pobit olgandan keyin 3 yil bemalol borib kelaverasiz. Borib kelaman, ishlarimni qilib yuraman deydigan bo'lsalaring, sizlarga umuman tavsiya qilmayman, shu turist viza bilan kelishdi. Keyin Latviya bo'ladimi, Litva bo'ladimi, Bolgariya bo'ladimi? Bolgariyaning ID kartasi bilan kelsa bo'ladi, ID kartasini o'shanda ham aytmay qo'yarmasa ish beruvchi. Olayotgan joylarning vizani shu sizlar приглашениeni pulga sotib olyapsizlar, расход qilyapsizlar, kelganingdan keyin karta pobitda topshiryapsizlar. Agar karta pobitda topshirgan hollangda agarda ish beruvchi, ya'ni o'sha boshqa davlat, ya'ni Polshadan boshqa davlat ish beruvchi vizani aytmay qo'yish huquqiga ega. Ya'ni to'ys mani odam meni yonimga kelmadi, o'shaning uchun vizasini aytmay qo'yamiz deb turib bitta zaявление jo'natadi. Shundan keyin vizasi aytmay bo'lib ketadi. Siz karta pobitaga ham topshirolmay qolib ketasiz. O'shaning uchun juda katta masalan
nima desam bo'ladi, juda katta ahamiyat berishlarini so'rayman. Shu 500-600 rasxoddan qochmasdan normalroq joydan olib, kelib sraz yurishga topshirishlaringni. Men kelganimda necha pul bilan keldim. Xo'p, 2200 kelgunimgacha rasxod bo'lgan, $1000 yonimda qo'limda olib kelganman. 700 olib kelganman, undan keyin yana 300 kartamdan chiqardim. $1000 hozirgi kunda $200 pulim bor. Bemalol yeb ichishimga, borib kelib yurishimga yetyapti. Yotag'im tekin. Agarda qurilish sohasida ishlaydigan bo'lsa, shunaqaki dogovoringizga bog'liq. Mashinaga, transportga hamma yoqqa o'zi to'lab beradi. Ya'ni ish beruvchi. Xo'p akalar, keyin batda Polshada yoqmagan narsa halol go'sht topish juda qiyin ekan. Xullas halol go'sht topish juda qiyin ekan. O'shaning uchun kecha kuni o'sha bitta ferma bor ekan, faqat dumli qo'ylar sotar ekan. Ya'ni bitta joy hamma yoq bor, sharoiti. Ya'ni borib, bismillah akbar deb halol qilib, so'yib, bemalol chavaxlab, bo'lib olib kelgan sharoiti bor ekan. O'sha fermaga bordik, ya'ni shashlik qilgan ham sharoiti bor ekan. O'sha yerga borib, bitta qo'y oldik. 6 kishi biz, ya'ni sostavda 6 kishiga o'sha bo'lib olganda 2.519 kilo chiqdi. 2.551 mingmi shunaqa bo'ldi. So'mga hisobladim. 760 zlot bo'ldi, ya'ni 40 zlotdan kilosi. Endi bu O'zbekiston go'shi bilan bir xil, chunki biz borib olganimiz sababi, hop bitta qo'y olganimiz sababi, chunki halol go'sht umuman yo'q. O'sha 2 haftada 1,5-2 hafta, 10-15 kunda borib bemalol olib kelgani, ya'ni qoplayveradi. Go'shtli ovqat yemasangiz bo'lmaydi. To'g'ri, turk kabob, batta kebab derkan, shaurma xonachalar, o'sha turklar kelgan. Vasamno Germaniyaga borganimda turklar polni, turklar mahallasiga ham kirib o'tdi. Uni turklar juda ko'p ekan. Ular shaurmani turklar olgan ekan batta. Turklardaqa shirin qiladigan joyi yo'q ekan. Lekin men O'zbekistonda ham yemodim bunaqa shaurma, to'g'risi. O'sha yerda yedik, lekin 40 zlotda bitta shaurma. Undan 1 kilo go'sht bo'lsa, 1-2 kun bemalol bu narsa qilib yesa bo'ladi. Shunaqa akalar 19 kilo go'sht olib keldik, keyin shu narsa yoqmadi menga, ya'ni halol go'sht topish. Xo'p, keyin yoqqan tarafi keldingiz, misol Moskvada ham bilishadi, mana kuzatayotganlar, yashaganman. Batda unaqa sharoit nima desam bo'ladi. Keldingiz, registratsiya qil, bu qil degan narsa yo'q. Hamma yo'q paytab ketar ekan. Dokumentga topshirdingiz, karta pobitaga keldingiz, vizangiz 3 oylik srogi bormi? Pul bilan keldingizmi? $500 ga men topshirdim, bo'ldi. Bundan boshqa narsa so'ragani yo'q. So'l baqa kelib ortiqcha atpechatga topshir, qanaqadir sentrga borib qon gruppasi, qon analiz topshir, unaqa narsalar yo'q. Kстати, ko'pchilik menga kelishimdan oldin mana pistonchi kasalim bor, Rossiyadan deport qilib yuborgan. Borsam atda yana chiqib qoladimi? Yo'q. Misol men hozir keldim, hech qanaqangi analiz topshirganim yo'q. Viza olayotganimda hech qanaqangi analiz topshirganim yo'q. O'shaning uchun bemalol kelib shu yerda nima desa gazini bossa bo'ladi. O'shaqa kasali borlar ham, deport bo'lib qolganlar, pajizlinni ko'p men bilaman, bemalol kelib ishlab ketsa bo'ladi. Dokument sohasi juda ham yoqdi menga. Prostoy borasiz, yuristga berasiz, topshirasiz. Biz yuristdan hal qilsa bo'ladimi, abdusaman deydi xon bo'lsa, albatta bo'ladi, faqat sizda polski 1 yillik viza bo'lsa. Hozir men yuristga berganim sababi ham shu. Meni vizam 3 oylik, Latviyaniki. O'shaning uchun topshirib, yurist hal qilgani berib qo'yganman. Yuristni qayerdan bildim, ishonchlisini qayerdan topdim deydi xon bo'lsa, xuddi shunaqa latviyskiy viza bilan kelib olgan odamlar bor, olib bergan odamlari bor. Men Lodz shahriga topshirdim. Endi mendan где-то 400 kilometr uzoqda u shahar. U shaharga bordik, o'sha joyga borib, dokumentlar topshirib keldim. Ya'ni $500 pul ketdi dokument o'ziga. Shunaqa. Yoqqan tarafi batta xalqida unaqa negativ fikr yo'q, jirkanmaydi, qanaqa nima desam bo'ladi. Aytganda nima desam bo'ladi. Madaniyatda shu Yevropadan o'rgansa tuzuk. Ya'ni nimaga uni deyasiz, abdusaman deydi ham masalan, endi kommentariya negativlar ko'payishi mumkin. Lekin ko'chada gay kam, birinchidan, ikkinchidan kamera umuman yo'q. Umuman kamera yo'q. Narusheniya
har kim xohlagancha yurmaydi. Shashka-pashkalar qilib, hali ko'rtlarni aylantirib, qizilda o'tib ketib unaqa narsalar yo'q. Juda kulturni, juda o'zini nima desam bo'ladi. Hurmat qilgan. Germaniyaga ham bordim. Germaniyaga borib ham o'zi shuna gap bunaqa oldim. Ular shetdan o'rganish kerak ekan madaniyatda dedim, to'g'risi akalar. Endi bu gapimga ko'pchilik misol Yevropada yurganlar qo'shilsa kerak. Endi O'zbekistonda turib, Rossiyada turib qanaqadir negativ fikrlaring bo'lishi mumkin. Sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, что hatto ishlagani bo'lmasa ham aylangani kelib ko'rib ketishdi. O'shunda ancha dunyoqarash ham odamning dunyoqarashi o'sadi. Shu tarafi juda ham yoqdi, o'zimga juda katta plyus oldim. Lekin bitta minus tarafi til. Agar rus tilini biladigan bo'lsangiz, bemalol misol polak tilini o'rganib ketishingiz keyinchalik qanaqadir foydaliroq bo'ladi, u ham 100% bas, u ham hammasi o'ziga bog'liq. Ya'ni bilasizlar, men ham Moskvada ishlaganimda o'zbek ichida ishlab yurganimda umuman tushunmaganman. Ya'ni o'sha birinchi Rossiyaga borganimda ham tilda qanaqadir shkolniy uровень bor edi, ya'ni maktabda qanaqadir klassgacha o'qiganman rus tilini. Praktika qilib, ya'ni ruslar ichida ishlaganim uchun keyin o'sha razgovorniy anaqaga chiqqanman, uровеньga. Albatta o'sha eshitib tursiz, rus tilini biladigan bo'lsangiz, nima haqida gap ketayotganini tushunasiz. Endi men 3-hafta boshliq kelib gaplashib, o'qib tursa, o'zi men tushunyapman nima haqida ketayotganini, lekin hali unaqa gaplashib o'rganim yo'q. Ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, bu juda katta plyus ekan albatta. No, to есть endi men переводчик bor. Переводчик bilan ishimni hal qildim, любой joyda misoldan, lekin agar ingliz tilini o'zingiz biladigan bo'lsangiz, odamlar yoniga borib gaplashsangiz, bemalol ingliz tilida maza qilasiz xolos. Ingliz tilida fikr almashishingiz ham bo'ladi. Ya'ni bir 70-80% odamni ingliz tilini bilar ekan mataylar. Germaniyaga borganimda ham ko'pchilik nemis tilidan ko'ra ingliz tili, endi sayyohlar ko'pligi uchun ingliz tilida, angliyskida gaplashib yurishibdi. O'shaning uchun maslahatim ingliz tilini o'qib keling. Men ham o'zi kelajakda agar O'zbekistonga borib qolsam, yana qaytib 3 oy bo'ladimi, 4 oy bo'ladimi, ingliz tilini o'qib o'rganishga o'zimga metga tuyib qo'ydim. Hozir ham qanaqadir stipendiya bor, ko'rib bo'shagan, lekin polni fokus ingliz tiliga qaratilgan yo'q. Lekin metga tuyib qo'ydim, xudo xolasa maqsadlardan biri o'sha razgovorniy uровеньgacha chiqib olish maqsad. Xudo xolasa uni ham sekin-sekin qo'yiladi. O'shaning uchun til o'rganinglar akalar. Rus tilini o'ziga ishonib, misol kelsangiz bo'ladi-yu, lekin baribir til o'rgansangiz juda yaxshi bo'ladi. Mashinniklar to'g'risida, ya'ni Polshada ko'p mashinnik работодатель bas, ya'ni o'rtada turgan посредникlar. O'shaning uchun har kimga ham ishonmanglar. Ko'pchilik tashlayapti, aka bu palonchi firma ekan, bu pistonchi firma ekan, nima deysiz? Yaxshimi bular? Bu ma'lumotingiz bormi? Yo'q. Misolan, sizga PDF qilib hamma yoqda tashlab beraveradi. PDF-da redaksировать qilish ham juda oson, qiyin narsa emas. Ya'ni redaksировать degani familiya ismingizni shuni anaqa kompyuterda yozib turib, sizga PDF qilib, mana senga sertifikat qildi, приглашение qildi. Endi buni bazaga solishimiz uchun qanchadan pul to'lashing kerak degan narsa bo'ladi. Undan keyin pul tashlaysiz, u keyin yo'qolib qoladi. Unaqa sertifikat, nima deydi? Ishxona haqida sertifikat, video, pasportlarda videosi, ya'ni biz mana даже o'zbeklarda o'zining videosi bo'ladi, ya'ni mana shu palonchi kompaniya orqali keldim deb turib, o'zbek akamiz chiqib gapiradi, shunaqa shunga o'xshagan adiziflarni tashlab berishadi. Ular umuman ishonmanglar, sizlarga maslahatim. Ishonchli, oldin odam jo'natgan, tayi bor odamlarga ishonsalaring bo'ladi. Atak через internet juda qiyin. Даже tilni biladigan bo'lsa, men 100% javob beraman. Juda ham bir 10% normalniy, aldamasam 90% juda ham mashinni bo'lib ketgan. O'shaning uchun sizlarga umuman tavsiya qilmayman. Через internet kimgadir qanchadir to'lov qilishdi. Biz akalar shunaqa gaplar. 3-haftam пока что hozir bir etajda tugatsak, bitta rashitat qiladi, ya'ni bitta hisob-kitob qilamiz. Ya'ni o'sha ishlayotgan aka bilan qancha pul olganimni sizlarga 4-haftalik, ya'ni 1 oy bo'lganda necha pul ishlaganimni sizlarga qo'yaman.
Endi menga muhimi to'g'risi hozirgi holatga pul ishlash uchun emas, ya'ni hunarda olsam, keyin o'sha hunar orqali ko'proq pul ishlayman degan maqsadda ishla boshlaganman. O'shaning uchun birinchi o'ringa pulni qo'yganim yo'q. Agar pulni qo'yganimda Varshavaga borib dastavka ishlab, dastavkada sizlarga ko'rsatardim. Dastavkada ham normal ishlasa bo'lar ekan u, lekin nima desam bo'ladi? O'zini nocho degan joylar, o'zini bir momentlari bor ekan, o'shaning uchun пока что men Varshavaga qiziqmadim, lekin kelajakda xudo xolasa Varshavaga borib, stolitsa, движенияli shahar, atga borib, o'sha движенияni o'sha yerda davom ettirish. Hozircha shu yerdaman, Frankfurtga yaqin joy, ya'ni Germaniyaga 100 kilometr ham chiqmaydi. O'shaning uchun пока что shu yerda движухадamiz. Shunaqa akalar, agar kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videolar chiqmayotgan sababi bor, to'g'risi. Juda ham ko'pchilik ko'ryapti, lekin bir dona like qo'ymayapsizlar. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, like qo'ysangiz, xursand bo'lgan bo'lardim. Ya'ni ishdan keyin shunaqa chiqib olish uchun menga motivatsiya bo'ladi. To'g'ri tushunasizlar. Like'lar ko'rib, prosmotrlar ko'rib, yana ko'proq ma'lumotlarni topib sizlarga taqdim qilaman. O'zinglar ehtiyot qilinglar, yana gaplashamiz.